Ushbu kubalik sportchi kurash musobaqalarida butun dunyoni hayratda qoldirdi. U raqibini boshiga shafqatsizlarcha urdi va keyin kutilmagan narsa yuz berdi. Kubalik jangchining ismi Rayneris Salas. Turnirda 18 yoshli rossiyalik Abdulrashid Sadulayev bilan to'qnashdi. Hamma o'ylagan edi, g'alaba uning cho'ntagida. Ammo jang boshlanishi bilan hammasi boshqacha bo'ldi. Yosh Sadulayev ustunlik qildi. Hisob 6-0. G'azabdan qizigan Salas o'zini yo'qotdi. U raqibining boshiga shafqatsizlarcha zarba berdi. Bu bilan u nafaqat o'z obro'siga, balki butun mamlakati sha'niga putur yetkazdi. Ammo o'sha 18 yoshli dag'istonlik yigit o'z hissiyotlarini jilovlab qoldi. Faqat nigohi bilan aytgandek bo'ldi. Xo'sh, endi men senga ko'rsataman. Va u shunday qildi. Sadulayev g'azab emas, mahorat bilan javob berdi. U o'ziga ishonch bilan g'alabani eng kuchli javob sifatida namoyish etdi.